Shu oyning oxirida paxtachilikda xirmon ko'taradigan palla boshlanadi. Bugungi kunda soha to'liq mexanizatsiyalashmoqda. Hozirda 1700 dan ortiq paxta terim mashinalari shay holga keltirilgan va yana 1000 tasi ular safiga kelib qo'shilish arafasida. Bu haqida O'zagroinspeksiya tomonidan O'zbekiston Milliy matbuot markazi binosida yil yakunlari va joriy yilga rejalarga bag'ishlab o'tkazilgan matbuot anjumanida batafsil ma'lumot berildi. Texnikalarimizda muammo bo'lmasligi, ya'ni buzilib qolib, terimi cho'zilib ketmasligi uchun biz hozirgi kunda mana shu asosiy chora-tadbirlar bo'yicha ish boshlaganmiz. Bugungi kunda bizda paxta terish mavsumida buni aytib o'tishimiz kerak. Mexanizatsiya darajasini oshirish ishlari mana bugungi kunda 1700 ga yaqin yuqori unumli paxta terish mashinalari mavjud. Bularning hammasi soz. O'tgan yil o'zida 1000 ga yaqin yangi oldik. Bu bor yo'g'i 20 kun, 25 kun ishlagan o'tgan yil. Hammasi soz. Bundan tashqari mana bu yil prezidentimizni 97-sonli qarorlari bilan yana respublikamizga 1000 ga yaqin yangi paxta terish mashinalari olib kelinyapti. Mana hozir bugungi kunda 10-dan 14-avgustgacha mana shu paxta terish mashinalari mexanizatorlarini o'qitish bo'yicha, ya'ni malakasini oshirish bo'yicha yangi texnikani qanaqa qilib boshqaradi, qanaqa qilib buni o'sha servis xizmat ko'rsatadi, ya'ni kichik servis xizmatlari qanaqa qilib rostlanadi. Mana shu bo'yicha biz bugungi kunda joylarda mana respublikamizda Vazirlar Mahkamasining tegishli topshirig'iga asosan bugungi kunda o'quv kurslari tashkil qilinyapti. Bizdagi 1700 bo'lsa, 2700 ga yaqin paxta terish mashina mavsumida qatnashadi. Ushbu mashinalar bilan bir kunda bemalol 50-60 tonna paxta terish imkoni bor. Bu degani daladagi paxtamizni o'z vaqtida nobud qilmasdan, o'sha sovuq kunlarga qoldirmasdan yig'ib olish imkonini beradi. Eng asosiysi paxtani toza teradi. Bir marta terib ketgandan keyin u dalaga boshqa terimchini yo boshqani kirishi hojati yo'q. Ta'kidlandiki, O'zagroinspeksiya tomonidan 2026-yilning o'tgan davrida 46971 ta monitoring tadbirlari o'tkazilib, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida salkam 40 mingga yaqin ogohnoma kiritildi. Shuningdek, xo'jalik yurituvchi subyektlarda profilaktika tadbirlari o'tkazilib, ularga amaliy yordam ko'rsatildi. O'tkazilgan 10 mingga yaqin tekshirish davomida aniqlangan qonun buzilishlar bo'yicha 4885 ta holatda 7 milliard 893 million so'm ma'muriy jarima qo'llanildi. 3229 ta taqdimnoma tegishli idoralarga kiritildi va 1728 ta material qonuniy qaror qabul qilish uchun sud va huquqiy muhofaza qilish organlariga yuborildi. Qishloq xo'jaligi urug'chiligida sertifikatlashtirish jarayonlari to'liq raqamlashtirilib, QR kod va yagona reyestr asosida sertifikatlarni onlayn tekshirish imkoniyati yaratildi. Matbuot anjumanida jurnalistlar tomonidan berilgan ko'plab savollarga O'zagroinspeksiya mutaxassislari tomonidan batafsil javoblar qaytarildi.